Assalomu alaykum, Baraka 4 kanali obunachilar. Hammangizga xayrli kun. Güningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizlarga 4 tuman Ulug'bog' ovul fuqarolar yig'ini 5-bo'limda joylashgan joyni reklama etacakman. Umumiy yer maydoni 3 sotix bo'ladi, 300 kvadrat. Gazi, sveti, suvdan hech qanday muammo yo'q. Ya'ni ko'rib turganingizdek gaz kelib turibdi. Yine bu joyni avval reklama etdik. Satıldı bu joy, baraka bo'ldi. İçinde yaxshi gullar bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Ko'rib turganingizdek bir de yine adamlar yaşab oturttu. Konuşavalar. Adam köp biri. Hazır cayın içinden planını koldan gençse danıştırıp ötemez. Üstleri şipır işlengen. Sezar Naturjdan patolog bilan uyingiz yanada fayzli, yanada ko'rkam. Baraka Turkiya kanal nomidan murojaat qilsangiz 5% chegirmaga ega bo'lasiz. Shifrlar ham ajoyib chiqqan. Baland etib ishlangan. Fundamenti baquvvat, loydan solingan joy. Xomkaruch emas. Joyning görünüşü. Bak tarafta aşanası. Joyning içini pollar bilan qo'ldan kelsa tanishtirib o'tamiz. Tak, bu yerning ayvonchaning razmeri eni 5 metr. Uzunluğu 5,5 metr. Şu ayvonchasini razmeri. Koridorning eni 2 metr. Keyin bu yanda bir katsay. Birinin eni 3 metr. Uzunluğu 5,5 metr. Keyin bu yanda yana bir katsay. Eni 3 metr. Uzunluğu 5,5 metr. Ağaçları bakıvat etip koyulgan. Ağaçına umuman gap bo'lishi mumkin emas. Fundamentlar ham bakıvat etip, yaxshi etib koyulgan. Joyning planidan umuman gap yo'q. Loyning yaxshi yeri yozda salqin, qishda issiq bo'ladi. Cho't ketib, paxsasi ishlangan. Suv oqsalar qiynalmaydi. Molekulariz ham chiroyli diniq chiqadi. Koridorning yeri ağaçlar ham yaqin etib koyulgan. Bakıvat ağaçlar. Keyin bu yanda yana bir katsay. Bu joyning eni 3 metr, uzunluğu 5 metr. Ko'rib turganingizdek. Joyning sifatidan gap bo'lishi mumkin emas. Egasini nomerini videoning sarlavhasida yozib qoldiraman. Bemalol gaplashib, kelishib olaverasizlar. Narxini kelgan bo'lsak, narxi 240 million so'm aytilib turibdi. Yaxshi yeri egasi bilan bo'lib berayman kelishsanglar ham bo'ladi. 100 million so'm yoki bo'lmasam 150 million so'm berib, izini bo'lib to'layman kelishsanglar ham bo'ladi. Şimdi joy alamanda bilgan danışmışlar inash videoni tashlab qo'ying. Videoga bir dona like bosing, kommentariya fikirlaringizni yozib qoldiringlar. Binobidan ko'rib turganingiz zagazonlar bo'ladi, toza zagazonlar. Bir de demir yo'l bo'yini. Shuni yonginasida joylashgan. Shu joy sotiladi. Bu yan tarafdan, bozor tarafdan kelish bo'ladi, Ulug'bog' Foruqdan. Şuradan geçip ketiladi. Bu yana Ulug'bog'ga aylanib ketadigan yer. Şuradan shunday kelinadi. Yaxshi ko'cha. Taxminan bir 2 kilometrda ichkariga giriladi, 1 kilometrdan ziyodroq.